Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan allergik kasalliklarning maxsus davosi bo'lgan allergen spesifik immun terapiya haqida gaplashmoqchiman. Bu davo usuli haqida gapirishdan avval allergiya nima o'zi degan savolga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Allergiya bu organizmga tashqaridan tushgan yod moddalar, ya'ni allergenlarga nisbatan javob reaksiyasidir. Bir kunda son sanoqsiz yod moddalar teriga, ko'z shilliq qavatiga, burunga, nafas yo'llariga, oshqozon ichak tizimiga tushadi. Odatda bu yod moddalarga nisbatan immun tizimi tolerantlikni namoyon qiladi, ya'ni bu moddalarga nisbatan reaksiya bildirmaydi. Ba'zi holatlarda esa shilliq qavatga tushgan ma'lum bir yod moddaga, allergenga nisbatan immun tizimi dushman deb qaraydi va unga qarshi maxsus antitanalar, oqsillar ishlab chiqaradi. Bu oqsillar, ya'ni antitanalar immunoglobulin E deb nomlanadi. Ma'lum bir allergenga nisbatan ishlab chiqarilgan maxsus immunoglobulin E butun organizm bo'ylab tarqaladi. Ko'z shilliq qavati, burun shilliq qavati, nafas yo'llari shilliq qavati, oshqozon ichak, teri va boshqa ko'plab a'zolarga borib joylashadi. Xuddi shu yod modda qayta organizmga tushganda to'qimalarga taqsimlangan immunoglobulin E bilan to'qnashadi. Bu to'qnashuvdan allergik kasallikni klinik ko'rinishi namoyon bo'ladi. Ya'ni ko'z, burun qichishadi, ko'zdan burundan suv oqadi, ko'p aksirish kuzatiladi, terida toshmalar kuzatiladi, yo'talish kuzatiladi, nafas yo'llarida allergik yo'tallar paydo bo'ladi va terida toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Organizmni reaksiyasiga sabab bo'lgan xuddi shu yod moddani qanday aniqlash mumkin? Bu maqsadda teri allergik sinamalari qo'llaniladi. Teri allergik sinamasi bu biologik tahlil bo'lib, ma'lum bir yod modda allergenga nisbatan organizmda reaksiyasi, ya'ni sezgirligi borligini aniqlay oladigan usuldir. Teri allergik sinamalaridan eng ko'p qo'llaniladigani prick test va skarifikatsion usullardir. Prick test bilakning ichki yuzasiga yoki tanani orqa qism terisiga qo'yiladi. Dastlab teriga maxsus allergen ekstrakt tomiziladi va ustidan maxsus igna yordamida 0,1 mm chuqurlikda teri jarohatlanadi. So'ngra 20 minut atrofida kutiladi. Terida 3 mm va undan katta do'mmoqchalar hosil bo'lishi sinamani musbat ekanligini ko'rsatadi. Bu usul xavfsiz bo'lib, juda oson hisoblanadi va ko'plab allergenlarni bir vaqtda tekshirish imkoniyatini beradi. Skarifikatsion usul. Bu usulda teri chiziqsimon tirnaladi va ustiga allergen ekstrakt tomiziladi. Bu usul hozirda nisbatan kamroq qo'llaniladi. Patch test. Bu maxsus test bo'lib, ma'lum bir allergen teriga plastinka yordamida 48 soatga yopishtiriladi. 48 soatdan so'ng olib tashlanadi. Xulosa 48-72 soat davomida o'qiladi. Asosan kontaktli dermatitlarda topish maqsadida qo'llaniladi. Endi allergik sinamalarga qarshi ko'rsatmalar. Og'ir infeksiyalar, terining og'ir kasalliklari, anafleksiya yoki astmaning og'ir xurujlari, homiladorlik va emiziklik davr qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari antigistamin preparatlar va glukokortikosteroidlar qo'llagandan so'ng 3-5 kungacha teri sinamalari yaxshi natija bermaydi. Azizlar, sizlardan like, podpiska va kommentariyalarda o'z izohlaringizni qoldirishingizni kutamiz. Teri sinamasi orqali allergiyaga sabab bo'layotgan yod modda aniqlangandan so'ng maxsus immun davo o'tkaziladi. Bu maxsus immun davo allergen spesifik immun terapiya deb nomlanadi. Allergen spesifik immun terapiya hozirgi vaqtda allergik kasalliklarni davolashdagi asosiy usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunda teri sinamasi orqali aniqlangan allergen organizmga oz miqdorda kiritish boshlanadi. Miqdor asta-sekinlik bilan ortib boriladi va shu vaqt davomida organizmda ma'lum bir allergenga nisbatan ko'niktiriladi. Organizmda xotira immun hujayralari paydo bo'ladi. Allergiyaga sabab bo'layotgan maxsus immunoglobulin E kamayadi. Himoya qiluvchi immunoglobulin G2 va sekretor immunoglobulin A hosil bo'ladi. Maxsus immun muolajani bir nechta usullari bor. Birinchisi inyektsion usul. Eng klassik va samarali usul bo'lib hisoblanadi. Bunda allergenni organizmga kirgizishda inyeksiyadan, ya'ni ukoldan foydalaniladi. Til ostiga tomchi yoki tabletka. Sublingual usul. Qulay, uyda ham bajarish mumkin. Hozirgi vaqtda
klinik amaliyotga keng kirib kelmoqda. Og'iz orqali peroral usul. Bunda allergen tabletka ko'rinishida ichiladi. Asosan ovqat allergiyalarini davolashda qo'llaniladi. Tekshiruvlarda changga nisbatan allergiyasi bor bemorlarda samara bermagan. Allergen spesifik immun terapiyani 3 yil davomida qo'llash zarur. Foydalari haqida qisqacha to'xtalaman. Kasallikli klinik belgilari: ko'zdan yosh oqishi, burun bitishi, aksirish, teridagi toshmalar, nafas qisishi, yo'tal keskin kamayadi. Dorilarga ehtiyoj keskin kamayadi. Xulosa qilib aytganda, allergen spesifik immun terapiya hozirgi vaqtda allergiyani davolashni asosiy metodlardan biri bo'lib qolmoqda. Sabri yetarli bemorlarga uzoq muddatli samara beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.